eng asosiylardan bittasi mana. Biz chapga pоворotni yoqib biz boshlaymiz harakatni. Nimaga chapga pоворotni yoqishdan sabab biz chekkadan kelib turib asosiy yo'lga qo'shilayotganligimiz sababli chapga pоворotni yoqamiz. Bu yerda 1 metr masofada to'xtaysiz. Bakovoy tagidan ko'rinadi. 1 metr masofada to'xtaysiz. Bakovoylarni ham ko'rsatib qo'ying, taglardan ko'rinsin. Mana shu to'xtagandan keyin orqaga siljib ketib qolish holati bor-ku, asha 100 ballik xatoga olib keladi. Siljib ketmas u. To'xtasiz mana. Tik balandlik. Demak, estakada mashqimiz bu. Ketdik. Gaz. Gaz. Demak, bu yerdan tushayotganimizda sal tormoz bosib tushamiz. Nimaga? Tezligimiz ko'tarilib ketmasligi kerak. Mana shu chizig'i, oq chizig'i bosishimiz 100 ball. Qayda oq chizig'i bosilsa 100 ball. Chapga pоворotni yoqib, sekin shoshilmasdan yurasiz. Undan keyingi mashqimiz 90 gradusli burilish. Demak, bu yerda biz chiziqlarga e'tibor berib, sekin harakatlanamiz. Umuman bu yerda gaz bosish shart emas. Faqat gaz tezlanish bo'lagida kerak xolos. Mana shu holatda bakovoy chizig'imiz sariq chiziqqa to'g'ri bo'lganda ponni buraydi. Ponni buraydi. Tashqaridan ham to'g'riladi. Bu bakovoyimiz sariq chiziqqa to'g'riladi. Yaxshi ketyapti. Demak, o'ngga pоворot o'qib, chaproq qo'lni buraysiz. Svetofor yashil markaj qilyapti, qaytaring. Keyin to'xta. Sal uzoqroqda to'xtab qo'ydingiz, 5 ball hisoblanadi. Demak, to'g'ridan kelayotgan avtomobil bizni o'tkazib yuboradi. Odingiz bizni o'tkazib yuboradi choraxon markaziga chiqib. Harakat davom ettiramiz. Eng ko'pchiligi xato qilayotgan joyda sheydan burilib ilojiga kirayotganda katta mashinaga SD tomonga o'tib ketib qolyapti. Mana buyuruvchi belgilarni ko'ramiz. Undan keyin yerga qaraymiz. Yerda ham B polosani chizib qo'yilgan. Xuddi shunisiga kirib ketadi. Biz SDsiga o'tib ketmaymiz. Mana chizig'ini ham ko'rsating, bosilmayapti, bosmayaptimi? O'shalar ham ko'pchilikka qiziqda bu. Bu yerda ham qizil. 1 metr masofada to'xtaymiz, ha? Sal uzoqroq to'xtab qo'ydingiz, 5 ball. Harakat davom ettirasiz. Sekin. Demak, buyuruvchi belgi birinchisi yuk avtomobil o'ngga, buyuruvchi belgi yengil avtomobil to'g'riga. Demak, undan keyingisi o'ngga birinchi parkovkamiz band. Demak, biz aylanib kelib turib, unisiga kirishimiz mumkin. Markazda bordiyorlar bo'lmaydi. Mana bordiyor betollari bo'lmaydi, faqat sariq chizig'i o'zi bo'ladi, oq chiziq bilan. To'g'rilab o'rtada kiradi.
To'g'rida, o'rtadan kirasiz. Yuraylik, yuraylik. Mana bu. Qo'lni bilan. Bo'ladi. Chiqishimiz kerak. Demak, bundan keyingisi bilamiz. Bo'ldi. Endi birga olasiz. Eng ko'pchilik qilayotgan xato. Mashinadan chiqayotganda yonimizdagi sariq chiziqni bosib qo'yish holatlari juda ko'p bo'lyapti. Mana bu chiziq. To'g'riga yurasiz, bokovingizni sariq chiziqqa to'g'rilaysiz. Svetoforga qarab yuradi. Harakat davom ettirasiz. Yashil. Chapga to'g'ri yoqib, muftani bosib, sekin to'xtaysiz. Chorrahada markaziga chiqib, oq avtomobil, Nexia 3 avtomobilni o'tkazib yuboramiz. Harakat davom etadi. Temir yo'l kesmagiga qarab harakatlanamiz. Mana bu belgilarimiz temir yo'l kesmagiga yaqinlashuv. To'xtamasa harakatlanish taqiqlanadi belgisi. Bu yerda to'xtab, keyin harakatni davom ettirishimiz kerak. 8-7 sanasiz harakatni davom ettirasiz. Bundan keyingi mashqimiz tezlanish bo'lagi. Demak, biz bu yerda 20 ga chiqarishimiz kerak. Uzatmani ikkinchi uzatmaga uzatib 20 ga chiqib, biz mana bu yerga kelganda keyin tormozni bosib, tezlikni to'la to'kis to'xtab qolmasligi kerak. To'g'ri. Harakatni davom ettiramiz. Beşte avarıyla hareket davom ettiramiz. 8. Bundan keyingi mashqimiz yon parkovka mashqi. Demak, chiziq bilan mashina orasida 30 sm joy bo'lishi kerak. Bundan yuqori bo'lmaydi. 30 sm bo'ladi xolos. Yuring. To'g'ri. To'g'ri. O'roq qo'ling, to'g'ri. Bo'ldi, to'xta. Qo'lni burang. Endi kiradigan tomonga qo'lni buraymiz. Bokovoylar bilan ishlab. Bu tomon balonimizni sariq chiziqqa chiqarib, o'ng tomondagi bokovoyimizni balonimizni sariq chiziqqa chiqaramiz. Endi chap tomondagi balonimiz sariq chiziqdan ozgina ustiga chiqishi kerak. Qo'ndirish yaxshi bo'ladi.
Demak, shu mashqni biz bajarib chiqib ketishimiz uchun 2 minut vaqt beriladi. Biz 2 minutda xotirjam bajarib chiqib ketishimizga imkoniyat bo'ladi. Harakat davom ettiramiz. Demak, bu yerda yashil marga qilyapti. Bu yerda harakatlanmaydi. Pоворот ekran o'ngga yoqib. Harekatni davom ettiramiz. Eng ko'pchilikni xato qilishga majbur qilayotgan joyi ham mana bu yer. O'rtada palasini bosib qo'yapti. Undan keyingisi o'ngga pavorotni yoqib, finish chizig'idan shuna chiqib, orqa bolani o'tgandan keyin to'xtaysiz.